Hurmatli Teshavamizni men yoshligimdan taxminan 7-8 yoshimdan bilaman. U kishi doimo Sulaymon Xo'ja hazratlarining yoniga kelib, u kishidan ta'lim olib ketardilar. Har juma kuni kelib, u kishidan xabar olib, u kishining duolarini olib yurardilar. Keyinchalik 79-yilda Sulaymon Xo'ja domla vafot etganlaridan keyin Tesha bobo Hisorga domla Muhammad Sharif huzurlariga borib, u kishidan ta'lim olib, tariqai Naqshbandiyani davom ettirar edilar. Tesha bobo tariqati Naqshbandiya saboqlarini domla Muhammad Sharif Hisoriydan oldilar. Irshod xatini ham shu zotdan olganlar. Mustaqillikning sharofati bilan bu zotdan ko'plab insonlar, jumladan Asad Maqsum, mashhur Valixon, Efiopiyadan Husayn Sharif, Olmoniya, Turkiya va boshqa davlatlardan kelgan muridlar tariqat ilmini shu pirimizdan olgan. Muhammad Sharif bilan